Aziz o'rtoqlar, Yashnobodda 6-qavatda joylashgan Novostroykamizdagi 86 kvadrat metrli xonadonimizni sotuvga chiqqan. Hozir men sizlarni yana tezlik bilan tanishtirib chiqaman bu xonadonimiz bilan. Bu yoq bo'lsa mana ko'rsanglar bo'ladi. Podyezddan kirish qismimizda bu yoqqa garderobniy shkaflar o'rnatilgan va bu yerda sanuzil qismimiz bor. Общий hojatxonamiz va undan keyingi eshikka o'tadigan bo'lsak, yana alohida sanuzilimiz bor. Dush, vanna, umuvvarnik hamma narsalari bilan qilib qo'yilgan. Bu yoqda bo'lsa, master spalnimiz. Ko'rsanglar bo'ladi, juda ham keng, oppoqina qilib, yangi remontdan chiqqan biralari, yumshoq kravatlari, bu yoqda bo'lsa televizor, komod, hamma narsalari komplekt qilib qo'yilgan, konditsioner va balkonlarimiz ham bor. Xo'p, bu yoqqa kelsak, yo'lak bo'ylab o'ng qo'lda mana kattagina bizani yosh bolalar uchun yotoqxonamiz bor. Ikkita kravat qo'yilgan. O'zini tumbuchkalari, ikkitalab kartinalari, chiroyli lyustralari va garderobniy shkaflari, yaxshi shkaflar qo'yib qo'yilgan. Endi sizlarni yana dalshi tanishtirishda davom etaman. Chap tarafda bizning kuxnyamiz bor. Kuxnyamizni ham ko'rsanglar bo'ladi. Mehmonxona bilan bitta qilib yuborilgan, studiya qilib, bu yerda konditsioneri, tashqariga qaragan oynalari, reshotkalari bilan qilib qo'yilgan. Bu yerda kartinalar, bu yerda televizor, komod va 4 kishilik stol stul qo'yilgan. Bu yoqda bo'lsa moyka va gaz qurilmalarimiz, shkaflari bilan komplekt, xolodilniklari bilan qo'yib qo'yilgan o'rtoqlar. Va oxirgi xonamiz bilan tanishtirib chiqaman. Oxirgi xonamiz master spalni bo'ladi. Master spalnini ham ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham keng, chiroyli qilib qo'yilgan. O'zini biralari, chiroyli lyustralari, yumshoq matrasli kravatlari, konditsioner, tashqariga qaragan oynalari, yana reshotkalari bilan bu yoqda garderobniy shkaflari ham bor. Xo'p, o'rtoqlar, bu uyimizning narxi keladigan bo'lsa 160 ming AQSh dollari. Xudo xolisa yana tezlik bilan kelib ko'rib, yoqsa chiroyli narxida yana baraka qilib beraveramiz.